Agar sizda 1 million so'm bo'lsa, ushbu smartfonni sotib olish imkoniyatingiz bor. Tanishing Galaxy A14. Ushbu smartfon 2024-yili Samsung kompaniyasining eng ko'p sotilgan smartfonlaridan biri hisoblanadi. Ota-onangiz yoki turmush o'rtog'ingizga sovg'a sifatida ushbu smartfonni hadya qilishingiz ham mumkin. Doimiy xotirasiga to'xtalsak, 64 va 128 GB. Tezkor xotirasi esa 4, 6 va 8 GB dan iborat. Displeyga to'xtalsak 6.6 dyum. Bu video darsliklar, YouTube va kino ko'rish uchun juda zo'r degani. Albatta, ushbu smartfonni ham ba'zi bir salbiy tomonlari va kamchiliklari ham yo'q emas. Kamerasiga kelsak, har ikkala tomoni ham 1080-30 fps formatda video yozadi. Bu degani bu ushbu smartfondan yuqori sifatni kutish kerak emas. Ushbu smartfonning protsessoriga to'xtalsak, Exynos 850. Ya'ni bu og'ir ilova va o'yinlarda qochishlar, qizish yoki lag kuzatishi mumkin. Umuman olib qaraganda ushbu narxdagi smartfon uchun ajoyib ko'rsatkich hisoblanadi.